Demak, ustozlar, navbatdagi zondimiz. Sizda ham mana shunday sanchqi zondi bormi? Mana shu sanchqi zondi yordamida nimalarni amalga oshirsa bo'ladi? Demak, ushbu sanchqi zondi yordamida ustozlar yuzimiz, lablarimiz, lunjlarimiz, yanoqlarimiz, yumshoq tilimiz, yumshoq tanglayimiz, tilimizni massaj qilish uchun foydalaniladi. Ushbu sanchqi zondi botmaydimi degan ustozlarimiz uchun bu uchi to'mtoq bo'lib, bu zond botmaydi. Bu zond yordamida ushbu sohalarni massaj qilsak bo'ladi. Ya'ni qarang ustozlar, yumshoq tanglayni ham va albatta tillarimizni massaj qilishni holatini ko'rsatib beraman. Ushbu sanchqi zondi yordamida ustozlar qayd qilish refleksini chegarasini aniqlash mumkin. Yana takrorlayman, sanchqi zondi yordamida qayd qilish refleksini chegarasini aniqlashimiz mumkin. Qayd qilish refleksi chegarasini va albatta ushbu zond yordamida reflektor mushaklarimizni qisqarishiga yordam beramiz. Mana shu zond yordamida, endi hozir men bintni olmabman. Demak, ustozlar, xuddi mana shunday tartibda yengil sanchish orqali sanchqi zondi yordamida massaj qilamiz. Tilimizni, yuzlarimizni, lablarimizni, lunjlarimizni, yumshoq tanglayimizni va qayd qilish refleksini chegarasini aniqlashga yordam beradi ushbu zond.